g'oya, taklif, fikrlarga har doim jamiyat, insonlar qarshi turgan. Lekin ayrim g'oyalarni to'g'riligini o'sha davr insonlari tushunib yetolmaydi. Ularga bir or nomusli, haqoratli tuyuladi. Lekin keyingi avlod to'g'ri deb hisoblab ketaveradi. Misol, miloddan avvalgi 1500-yillarda Zardushtiylik diniga e'tiqod qilgan ota-bobolarimiz 7-8 asrlarda arablar istilosidan keyin islomga o'tilgan. Shunda ham misol ota-bobolarimiz qancha qarshilik qilgan. Keyingi avlod uchun islom ma'qul bo'lyapti, to'g'ri deb hisoblanyapti. Keyingi avlod tushunib yetiladi ko'pincha. Misol, Hamza Hakimzoda Niyoziy o'sha taklifni kiritdi, paranjini tashlashni o'sha davrda toshbo'ron qilib o'ldirildi. Lekin keyingi avlod tushunib yetyapti to'g'riligini. Balkim hozirgi bildirilayotgan fikrlar ham xuddi shunday bo'lishi mumkin. Misol, feminizmni aytadigan bo'lsak, hozirgi davr uchun bir haqoratli, or nomusli, keyingi avlod uchun to'g'ri hisoblanar.